alaykum hammaga. Hozir biz shaxmatdagi qulay va oson mod qilish usulini o'rganib olamiz. Eng birinchi bo'lib shaxmatni oldidagi piyodani 2 qadam bu yerga yuramiz. Keyin ular ham shoxlaridagi figurani agar bu yerga yursalar, biz oqdagi filamizni bu yerga olib chiqamiz. Ya'ni ularning shoxini bu pishkalarni mo'ljalga olib va ular bu yerga yurib qo'ysalar, keyin biz farzandimizni 3 qadam, ya'ni yana bu yerga mo'ljallab olamiz va ular bu yerga yursalar, biz albatta farzand bilan pishkalarni uramiz va bunday holatda mod. Albatta like bosing va kanalimizga obuna bo'ling.